İmamoğlu boshchiligida sizlar menga chin dildan yordam berganingiz uchun katta rahmat deyman. Tan joyinglar sog' bo'lsin. Shu institutni a'lo baholar bilan bitirishinglarni va kelajakda yaxshi bir mutaxassis bo'lishinglarni men tilakdosh bo'laman. İmamoğlu boshchiligidagi barcha hamkasb studentlar deymiz, tan joyinglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Bergan mana shu maslahatinglar, yozib bergan barcha yuridik klinika yordamidagi barcha muammolarni men sizlardan oldim, o'rgandim ko'p narsani va kelajakda hamma narsani tushunamiz va sizlarni qilgan mehnatinglarga men roziman. Meni bergan barcha o'sha tavsiyalarim, qizimni mana masalan vafot etganligi masalasi bo'yicha ko'p joyda aytishdi. Bu bo'lmaydigan ish, baribir doktorlar yutadi deyishdi. Shu masala bo'yicha o'sha mana hozir kelganimga 6 oy, 7 oy bo'lgan bo'lsa, demak bu doktorlarning qilgan xatosini sizlar to'la 900% ochib berdinglar. Bu sizlarga ko'p maslahat oldim, yo'nalishlarni ko'rdim, qaysi yo'ldan borish kerak, oq xalat kiygan doktorlarni qilgan katta xatosini sizlar bilan hamfikr bo'lib, sizlarning katta yordaminglar bilan ochildi. Bu sizlarni o'qitayotgan barcha o'sha ota-onalarga, ustozlarga, professor va barcha rahbariyat tepadagi sizlarga berayotgan ta'lim berayotgan barcha insonlarga men katta minnatdorchiligimni bildiraman. O'zimni va oilam nomidan sizlarga hamisha o'qishni bitirib, a'lo baholarda har doim toza pok O'zbekistonni kelajagidagi barcha yo'nalishlarni to'g'ri olib borasizlar degan fikrdaman. Tanjoyinglar sog' bo'lsin, iymoninglar butun bo'lsin, martabanglar undan ham yuqori bo'lib, yaxshi o'qishlarni bitirib, bakalavriatlarni bitirib, magistraturalarni bitirib, imonboy bo'lib, sog'-salomat bo'linglar. Nimaki yaxshi niyatinglar amalga oshsa, Allohdan bo'lamiz. Alloh sizlarni qo'llab-quvvatlasin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoban nar. Katta rahmat.